Bu mahsulotimiz korej, ya'ni balzam, bel og'riqlari, oyoq og'riqlarida, bo'yin grijalarida, har qanday grijada, og'riqlarda, revmatizmlarda ham foydalansa bo'ladi. Buni bo'g'in og'riqlarida ishlatsangiz bo'ladi. Buni yodoviy setka holatida surib, strich baylab olasizlar va yotasizlar. Shunda qizdirgandan keyin qichishni boshlaydi. Hali bir joyingiz qichishsa qanaqa qashlagingiz kelib nima qilasiz? Xuddi shunaqa qichishadi. Qayeringiz qichishish berayotgan bo'lsa, qizdirgandan keyin o'sha joyingizga ta'sir qilayotgan bo'ladi. O'sha joyingizda og'riq borligi uchun o'shanaqa holat bo'layotgan bo'ladi. Ko'p savollar bo'ladi, davleniyani oshirmaydimi deb. Yo'q, 100 ming garantiya beraman, hech qanaqa davleniyani oshirmaydi. Yoshi katta onaxonlarimiz, otaxonlarimiz bo'lsa, ularga ham xuddi shu holatda surkaladi, lekin strech baylanmaydi. Chunki qizdirganda ozgina yurakni bezovta qilishi mumkin. O'shaning uchun yoshi kattalarga strech baylamasdan o'zini yodoviy setka qilib, kech payt surkab yotsa, zo'r natija olishadi inshaalloh. Bularımizdan zo'r mahsulotimiz, grijasi 7 mm gacha bo'lgan grijalarni ham davolaydi. Inshaalloh hech qanaqa reaksiya bermaydi, allergiya bermaydi. Tabiiy o'tlardan qilingan tabiiy mahsulotimiz. Juda uzoqqa yetadi. Oilaviy ishlatsa bo'ladi, lekin o'ta yosh bolalarga mumkin emas. 10 yoshdan kichkinalarga, 10 yoshdan kattalarga biron joy lat yeb bo'lsa ham og'riq qoldiruvchi, zaholantirmasdan davolab beruvchi mahsulotimiz. Xullas zo'r.